Bismillahirrahmanirrahim. Türkistan keçelleri romanı hakkında. Edip Necip el-Keylani eserlerinin baş temisi İslam dünyasının mevcudiyeti ve kimlik görüşüdür. Türkistan keçeleri namlıq mazkur roman 1971 yıl yazılgan bulup, eserinin kiriş söz ornudaki kısmıda bayan kılınğanıdak Necip el-Keylani hecgi barğanıda Mekke'de ticaret kılıdığan Türkistanlık bir buvayının hayat hikayesini öz ağzından anlaydı. Hikaye, Şərqi Türkistan xalqının qalbida çonqur o'rin olgan, Xitoy istibdatıga qarshi o'rlik izdigan Xo'janiyaz Hacı yig'liqi bilan boshlab, Altay Bürkütü Osman Baturning kurashlari va oqibatda yanala Qizil Xitoyning changilida qolgan ona vatanining 1930-yildan 1951-yillargacha bo'lgan qismatlarini bayon qiladi. Buvayning haqiqiy kechirmishlaridan ta'sirlangan Edip Keylani qalamini qo'lga olib, asliga sodiq bo'lib, joyida badiiy jonlantirishlar bilan bir adabiy roman yozib chiqadi. Roman mazmun jihatdan o'xshib ketadigan va Uyg'ur xalqiga tunishliq bo'lgan Uyg'ongan zaman 1988-yilda nashr qilingan va Ana yurt 2000-yillar. Mushu romanlardan xilal burun e'lon qilingan. Shundaqla chet elda hamda birinchi qo'l shoirning o'z og'zidan birinchi shaxs tilida har qanday tasqash va putashlardan xoli bayon qilingan hayot sarguzashtisining badiiylashtirilgan holidir. Necip el-Keylani hikoyani 1930-yildagi Xitoy istilosidan boshlab, Uyg'ur qizga uylanish niyatida bo'lgan Xitoyni bir ofitser, qizning otasini bo'lsa Qumul amiri deb jonlantirdi. Şərqi Türkistan xalqı 1884-yildan beri Xitoylarning istilosi ostida ezilmoqda. 1931-yildagi Qumul inqilobining pilsini tutashtirgan voqea haqiqatan bir Xitoyning bir Uyg'ur qizini majburiy nikohga ilishga tirishishidir. Lekin bu yuzsiz Xitoy bir ofitser emas, aslida 1931-yilning beshida Jinshurin tarafidan Qumulning Arturik noyisiga qarashliq Shupulga joylashgan Ig'izga boshqaruvchi bo'lib tayinlangan Jangoxu ismli bir Xitoydir. Qizi so'ralgan kishi saltanatli Qumul amiri emas, balki Qumulning 120 kilometr sharqiga joylashgan Shupulning durg'isi Salih Durg'u degan kishidir. Jangoxu zo'rliq bilan Salih Durg'uning Aysxon yoki Aynisaxon uyg'ongan zaman 169-betda shuna qilinibdi ekan. Aysxon ismli qizini nikohga olmoqchi bo'ladi. G'ururliq Shupul Durg'usi Salih Durg'a va do'sti Uchbigi, Dehqonbigi, Charobigi, Suvbigi, Abduniyaz Mirab va atrofdagi ba'zi durg'lar to'yni ma'qullaydi va yerlik urf-odatlarga uyg'un to'y uyushtiriladi. To'y kechasi ayolchi kiyingan kelin chimildiqda Jangoxuni, taladikilar Jangoxu bilan birga kelgan Xitoylarni naq maydonda yer tishiltidi. Shuning bilan Qumul tog'larida inqilob birdek portlaydi. Keyin Salih Durg'a va Abduniyaz Mirab qatorliqlar Xo'janiyaz Hojiga bay'at qilib, inqilobda faol xizmat ko'rsatdi. Inqilob mag'lub bo'lgandan keyin Salih Durg'a Xo'janiyaz Hoji bilan birga 108 kishi 1938-yilning oxirida o'ldirildi. Muallif Keylani Sharqiy Turkistonni shimolga joylashgan bir davlat, qizlarini sariqchach, ko'zi ko'k, xuddi Slav millatlaridek tasvirlaydi. Ba'zi dialoglarda dengiz to'lqinlari bilan elishish va qutqizish kemasi tilga ilinadi. Vaholanki, Sharqiy Turkiston dengizdan eng yiroq, O'rta Osiyoning kinikiga joylashgan, qizlari qunduz qarasi sochlari, qo'y ko'zlari bilan tasvirlangan bir yurtdir. Bulardan muallifning ehtimol texi yarashalashish degandek taraqqiy qilmagan 1970-yillarda cheklik imkoniyatlar tufayli Sharqiy Turkiston haqida atrofli quchurga ega emasligini, balkim hech qachon biriq boqmagan, hatto xarit yuzidami ko'rib boqmagan bo'lishi mumkinligini faraz qilishga bo'ladi. Shumi bir haqiqatdirki, badiiy asarlar reallikdan ustun turadi. Qalam egisi voqelikning texmi jonliq yoritilish ehtiyojiga qarab o'z tuyg'u tasavvurlarini qo'shib qo'ydi. Muallif O'rta Yer dengizi bo'yiga joylashgan Misr mamlakatida tug'ilib cho'ng bo'lgan biri bo'lish sifati bilan Misr va Arab dunyosiga tunishliq bo'lgan dengiz va shuningga aloqador tasvirlarni, shundaqla shimol ellarining xalqlarining tipik tasvirlarini qo'llanishi nihoyat normal ahvol deb tushunishga bo'ladi. Muallif balkim Turkiston nomidan chiqib turib, Turkiya turkligiga o'xshatib qolgan bo'lishi mumkin.
Muallif yana bir yerda Xitoy ofitserining Afyon urushini boshdan kechirganligini e'lon qiladi. Halbuki ikkinchi qatimliq Afyon urushi 1860-yili oxirlashgan bo'lib, romandagi tarixiy davr bo'lgan 1930-31-yillardan 70 yil burungi voqeadir. Demak, Necip el-Kaylani Xitoy tarixidagi ikki qatimliq Afyon urushidan xabardor, ammo tarixiy davr haqida xatolik qo'ygan. Adib Necip el-Kaylani mazkur romanda bayon qilgan tarixiy voqealarning ilgari-keyinligi, inqilobchi tarixiy shaxslarning ismlari va voqealarning chinligi cho'ng jihatdan to'g'ri bo'lib, ba'zi inchik tafsilotlarda yanglishib ketishi aslida o'ziga tamoman notanish bir aloqada qalam tavratgan biri uchun saqlanib bo'lmaydigan bir ehtimollikdir. Romanda avtor hikoyani Qumul shahar ichidan, Qumul Vangning saroyidan boshlaydi. İnqilobni boshlaganlarning birining Qumul amiri ekanligini ilgari suradi. Ammo tarixiy yozma manbalar va iz O'yg'ongan zimin qatorliq tarixiy romanlardami o'z davridagi Shah Maqsud Vang yoki o'g'li Qo'rchoq Nazar Vanglarning hech qachon xalq tarafdori bo'lmaganligi bayon qilinadi. Mazkur romanlar yoki vatanda e'lon qilingan mavjud yozma manbalarni kommunist tarixchiligi va adabiyotning feodalizmga qarshi maydonining taqozosidan burmalanganmikin desak, 1949-yili vatandan hijrat qilib chiqib ketgan o'z vaqtidagi Xo'janiyaz zojining kotibi marhum Hamidulloh Muhammad Turpani o'zining Turkiston tarixi, ya'ni 1931-yildan 37-yilgacha bo'lgan aralıqdagi Turkiston inqilobi tarixi nomli asrida iz va O'yg'ongan zaminning maydonini tasdiqlaydi. Shunga Uyg'ur o'qirmanlarini qaymoqtirib qo'ymaslik uchun asardagi faqatla Qumul amiri Bekka, Qumul sarayi Bek qasriga almashtirildi. Romanda yana ba'zi bir haqiqiy tarixiy voqealarga aloqador xato ma'lumotlar bo'lib, muhimroqlaridan G'ulji qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qurilish tarixi 1945-yil deb berilgan bo'lib, to'g'risi 1944-yili 12-noyabrdir. Romanning bosh personaji Mustafa Murat Hazrat, ma'shuqi Cho'lpon, og'aynisi Mansur Durg'a, Rizvangul, Xitoy saqchilar Chilli, Bavding, Satrash Abdulxoliq qatorliqlar muallif tarafidan yaratilgan personajlar bo'lib, Beg, Og'joyim va Bek qizi, Xo'janiyaz zoji, Sharifxon To'ra, Alixon To'ra, Ahmadjon Qosimi, Osmon Batur, Muhammad Emin Bug'ra qatorliq ijobiy shaxslar va Xitoy ofitser Jin Shurin, Shing Shisay, Wu Zhongshin, Zhang Jijong qatorliq ishg'olchi Xitoylar, qonxo'r istixborotchi Seydaji, boshliq puchajlar, Burxon Shahidi qatorliq kommunistlar haqiqiy tarixiy shaxslardir. Romandagi ba'zi mazmunlar tarixiy saboq nuqtasidan bugungi qismatlarimizga intayin yorqin selishtirim bo'la oladi. Birinchi, romanning tunji temasi bo'lgan 1930-yillarda Sharqiy Turkiston qizlarining Xitoylarga atalmish qonunliq nikohga zo'rlanishi, ya'ni bu qismat 1933-yildan 44-yilgacha bo'lgan aralıqda hukm surgan Jallod Shing Shisay davrida texim avjiga chiqqan. Atalmış xalqlarning erkinligi tarafdori bolshevik ruslar yoki tajovuzchi Xitoylarning har fursatda bir xalqning g'ururi bo'lgan xotin qizlarga ko'z tikkanligi, hatto ruslarning Sharqiy Turkistondagi nasllik sog'liqlarini tinch qo'ymaganligini, Shing Shisay davridagi majburiy ishbiyonlik va buning natijasi bo'lgan ota boladan, aka inidan xotirjam bo'la olmaydigan o'zaro ishonchsizlik, xohlagancha odam tutish, to'qilma bahonalar bilan turma lagerlariga qamashlar. Shing Shisay va Rus kommunistlarining razil abtibashlaridan biri bo'lgan ijtimoiy axloq dushmanligi, ayollarga chin ma'nodagi hurmatdan yo'qsul ekanligi nihoyat ro'shan o'tirib qo'yilgan bo'lib, Cho'lpon xarakterining o'zini qurbon qilish badaliga Bek qizi va oilasini qutqizib qilishi. Gerçi ko'rinishda bo'lsa-mu iymon aytgan Bovding xarakteri bilan birga yashash jarayonida aroq o'ginib qilishi. Shing Shisay yoqtirib qolganlik uchun Oltay tarafdan elib kelingan, faqatla oilasining zavolini xohlamaganlik uchun Shingning ish pushqini chiqarishiga ishlab kelgan yosh qiz. Mansur Durg'aning ayolining oyoq osti qilinishi, kommunistlar besib olgan rayonlardagi ayollarning kiyim-kechak islohoti qatorliq oz ammo ibratli misollar orqali kommunistlarning naqadar nomussiz ekanligi, bu xil noinsoniy hokimiyat tuzilmasi ostida Sharqiy Turkiston xalqining naqadar ig'ir kunlarini boshdan kechirganligi bayon qilinadi. Halbuki bu faqatla kelmasga ketgan o'tmish emas, balki bugungi kundami buningdan kam qolmaydigan qo'rqinchli manzillar Sharqiy Turkiston zaminining ko'tarilgani yo'q.
Günümüzdəmü Şərqi Türkistanda məcburi Milletlər İttifaqlığı ülgülük ailələri, tuqqandarçılıq, atalmış tərbiyələş mərkəzləri namidəki lager və türmlərdə erkidin məcburi məhrum qılınğan qız ayollarga, hətta ərlərə qılınıyotgan insan qəlbidən çıxan zulm haqarət, milli xorluq, örf-adətə, dini etiqadqa, cümlədən tiriklərinin məscid camilərinə, ölüklərinin qabr mazarlarına qılınıyotgan dəfsəndiçilik, Şərqi Türkistanda yoki Xitoy өлkələrdəki karxanalarda məcburi arzon maosh bilan xizmatga selish, zamonning ne'matlaridan bo'lgan tor aloqa imkoniyatining xalqni ta'qib ostiga olishda foydalanishdek siyosat oz kam 100 yildan keyingi bugungi kundami qonxo'r Shi Jinpingning rahbarligi va jallod Chinchangoning bevosita yetakchiligida qayta o'ttirib chiqdi. Bu musibat qarorlar günümüzdəmü Şərqi Türkistan xalqı arasında həddidən ziyoda ehtiyatçanlıq, dərdini içig yutish, dünya tügül ən yaqınığımı anlatılmaslıq, ən iğri din, irq və mədəniyyət fərqi parva qılmay çiң tutulayotgan məcburi to'ylashish az bo'lmagan Şərqi Türkistan qizlarining və ularning ota-onalarının qon yashiga sabab bo'lmoqda. İkinci, romanda Şərqi Türkistan xalqının öz g'ururi və ar-nomusini qo'g'dash uchun Xo'janiyaz ağacının ətrafıga uyushib qilgan janglari, jangga aktiv ovoz qo'shganlarni Uyg'ur yoki Qozoq, O'zbek yoki Qirg'iz demay, birli kimlik, musulmon Türkistonlik salohiyati bilan ifodalab, xalqimizning azaldan beri tar doirada millat, qabila ayirmay, Türkiy musulmonlik kimlik ostida hur va ittifoq yashaganligi faqatla Misrlik adib Najib Keylanining adabiy tasviri bo'lmasdan, aksicha tarixnomalardami doim uchraydigan bir haqiqatdir va buning eng yorqin misoli 1933-yili Qashqarda qurilgan Ma'arif naziri O'zbek, harbiy qo'mondoni Qirg'iz bo'lgan Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatimizdir. Ammo bugungi kunda bizlar Sharqiy va G'arbiy Turkistonda kommunistlar o'rnatgan necha avlod qizil ma'arifning natijasida Turkiston xalqini turli millatlarga ayirib, biz va ular deyishga boshladik. Eng muhim bo'lgan tigi bir turk, dini bir musulmon qavm ekanligimizni hammamiz unutib, tar millatchilikda jahillarcha azvaylamoqdamiz. Sovet İttifaqı parçalangandan keyin G'arbiy Turkistonda qurilgan Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston qatorliq 130 millat yashasimi birli millat nomi bilan qurilgan jumhuriyatlarga qarab bizmi Uyg'uriston quramiz degichilar Uyg'ur xalqining butkul Turkiston tarixidagi madaniy va ma'rifiy o'rnini tar doiraga tushirib qo'yayotganligini, behuda tar millatchilik qilayotganligini to'nib yetilmaganligidan boshqa narsa emasdir. 3. Adib Najib el-Keylani əsərlərinin bir alaylıqı İslami kimlik, sağlam etiqad bəkrak aldınqı planı qoyulğanlığı olub, bu əsərdəmi Şərqi Türkistan mücahidləri və rəhbərlərinin kallası nəhayət eniq bolğan İslami mövqe, intayin ustuluq bilan əks etdirilgandır. Əsərdə tilgə alınğan tarixi şəraitdə Vətənimiz gerçi zamanıvi ma'arif texi yeni bir sürüşki başlagan, ənənvi ma'arifmu nisbeten tar dairede ve keynide qalğan bolışıq qaramay, Xo'janiyaz ağacı, Sabit Damullam, Şərifxan Töre, Alixan Töre ve Osman Batırlarının ümmet yeni küçlük, İslami ilim asasları müstehkem, xalqara məsələlərə qarta bar imkaniyet dairesinde alaqadar buluş ve dəngseşdə öz zamanısı nisbeten qabiliyetli kişiler idi. Gerçi inqilab xeyli uzun davamlaşqan bolsa-mı, şu davr şəraiti, xalqaralıq mənfəətlər Şərqi Türkistan xalqının arzusu qarşı qoğdalğanlığı üçün axırı aqibətdə məğlubiyyətə uçrab vətən munqariz boldu. 4. Keylani Kəlkündə Xitaylarının Şərqi Türkistanni kengaymichi çarlıq Rusiyasidan keyin saxtipaz bolşeviklarning G'arbiy Turkistonni bosib olganligini tilga olish orqali azaliy qon qarindosh va dindosh Buyuk Turkiston xalqining majburiy ayritilganligini İmam Buxoriy, Farabiy, Ibn Sina va olim Biruniylarning ona vatanini arab dunyosiga tunishtirgan. Gerçi bolşeviklardan qaçqan G'arbiy Turkistonlik ziyoli ulamolarning hikoyasi tilga ilinmagan bo'lsa-mu, o'z vaqtida 1949-yili atalmış Azadlık Armiya Sharqiy Turkistonni bir pay o'q atmay istilo qilishdan burun Stalinning qonliq siyosatidan qaçqan nurg'unlagan ziyoli, adib va ulamolar, jumladan asli ushluq o'zbek ulamo, sobiq Sharqiy Turkiston Jumhuriyati raisi Alixan Töre Sag'uni Sharqiy Turkistonda panohlik erishgan edi. Vaholanki, bugun mustaqillikqa nail bo'lgan bu zaminlarda qurilgan hokimiyatlar kommunist Xitoy hokimiyati bilan ig'iz burun yalishib, panohlik tilgichilarga kun ko'rsatmayotmoqda.
Roman badiiy tasvir va adabiy til jihatda intayin muvaffaqiyatli yozilgan bo'lib, Tundi nashrdan buyanqi oz kam yarim asr ichida turkcha, inglizcha qatorliq nurg'un tillarga tarjima qilingan. Romanni haqiqiy qahramonlarga, asli taqdim qilinish kerak bo'lgan sharqiy turkistonlik o'qirmanlarga armag'on qilish vaqti nihoyat yetib keldi. Asar arab tilidan bevosita Uyg'ur tiliga tarjima qilingan bo'lib, romanda tilga ilingan haqiqiy tarixiy shaxslardan sharqiy turkistonlik mujohidlar, istilochi Xitoy tajovuzchilari va ularning kommunist gumochchilaridan ba'zi shaxslarning haqiqiy rasmlari mazkur Uyg'urcha tarjimaga xos qilib, kitobning boshida qo'shimcha qilib berildi. Roman ichidami mazmuniga munosib ba'zi bir tarixiy suratlar qistirildi. Tarjimada qo'ldan kelishicha asliga sodiq va ayni fasohatda ifodalashga tirishildi. Ammo tillar orasidagi muqarrar farqlar tufayli yanala savalliklarning xoli bo'la olmaslik tabiiydir. Bu borada har bir o'qirmanning to'g'ri tushunishiga havola qilamiz. Sojiya Islom tadqiqot markazi 2020 yili Istanbul